Orgazm bor, lekin sperma yo'q. Bu qanday holat? Keling, buni o'rganib chiqamiz. Ba'zi bir holatlarda siz jinsiyalovlik qildingiz, maza qildingiz, huzur qildingiz, lekin sperma juda kam ishlab chiqarildi yoki umuman chiqmadi. Nima holatdan bo'ladi? Ko'p holatlarda bu retrograd evakuatsiya sababli bo'ladi. Oddiy jarayonda siz aloqani oxirida siydik yo'lidan sperma tashqariga otilib chiqishligi kerak. Retrograd evakuatsiya desa sperma orqaga ketib, siydik pufayga tushadi va keyinchalik peshob bilan birgalikda tashqariga chiqadi. Nima sababdan bu kuzatiladi? Keling, shuni o'rganib chiqamiz. Xo'p, ko'p holatlarda prostata bezidagi jarrohlik amaliyotidan so'ng bu holat kuzatilishligi mumkin. Ba'zi bir holatlarda yoshlarda ko'p uchraydigan holat qandli diabet sababli bu jarayon kuzatiladi. Undan tashqari ba'zi bir nevrologik kasalliklarda va ba'zi bir preparatlarni qabul qilganda, hattoki urologik kasalliklarda ishlatiladigan preparatlarda shu effekt, ya'ni retrograd evakuatsiya effekti beradi. Undan tashqari do'stlar, agarda siz jinsiyalovlik qilsangiz, yosh bo'lsangiz va farzand ko'rish holatliklari bo'lsa, chunki bu ham bepushtlikka olib keladigan jarayonlardan bittasi hisoblanadi. Sizda bu jarayon kuzatiladigan bo'lsa, albatta shifokor urolog ko'rigiga boring va bu muammoni to'liq o'rganib chiqib, davolanishlik kerak bo'ladi do'stlar. Izohlarda qoldiring. Sizda ham bunday holat bo'lganmi? Huzur olgansiz, lazzat olgansiz, lekin sperma yo'q.